Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Chirchiq kimyo industrial texnoparkiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari mazkur majmuadagi bir qator korxonalar faoliyati bilan tanishdi. Prezidentimiz dastlab Kemita Polymers korxonasida bo'lib, polietilen plyonka ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishdi. Loyiha Rossiyaning polimer korxonasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan bo'lib, birinchi bosqichda 7,4 million dollar investitsiya o'zlashtirildi. Italiyaning zamonaviy texnologiyalari asosida bu yerda keng assortimentdagi polimer va termoqisqaruvchi plyonka mahsulotlari tayyorlanmoqda. Loyiha doirasida 50 ta yangi ish o'rni yaratildi. Endilikda loyihaning ikkinchi bosqichi amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Prezidentimiz yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Mas'ullarga mahalliylashtirish darajasini oshirish, energiya tejamkor texnologiyalardan keng foydalanish, qo'shimcha qiymat yaratish hamda kadrlar tayyorlash masalalari yuzasidan tegishli topshiriqlar berdi. Prezidentimiz shundan so'ng hududdagi Novoplast TPE korxonasida bo'ldi. Loyiha Rossiyaning VRplast korxonasi bilan hamkorlikda 4200 kvadrat metr maydonda amalga oshirilgan. Uning qiymati 5,4 million dollarni tashkil etadi. Korxonada zamonaviy laboratoriya va innovatsion ishlab chiqarish liniyalari yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda u termoplastik, elastomer granulalar va ulardan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha mahalliy yetakchilardan biri sifatida faoliyat yuritmoqda. Korxona tarkibida zamonaviy tadqiqot markazi ish olib boryapti. Bu yerda Osiyo va Yevropa bozorlari talablaridan kelib chiqqan holda termoelastoplastlarning yangi retsepturalari ishlab chiqilmoqda. 58 ta yangi ish o'rni yaratilib, o'tgan yil yakunlariga ko'ra bu yerda 103 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Shuningdek, 5 million dollarlik mahsulot eksport qilindi. Kelgusida korxona mahsulot ishlab chiqarish hajmini 177 milliard so'mga hamda eksport ulushini 60% ga yetkazishni maqsad qilgan. Bu rejalar amalga oshirilsa, mazkur quvvat nafaqat mahalliy bozor ehtiyojlarini qondirish, balki Markaziy Osiyo va boshqa tashqi bozorlarda ham o'z mavqeini yanada mustahkamlashi mumkin. Chirchiq kimyo industrial texnoparkiga tashrif davomida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev BCG Group Oz korxonasi bilan tanishdi. Ushbu quvvat ayni kunda keng assortimentda maishiy va avtomobil kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanadi. Umumiy qiymati 6 million dollarlik loyiha doirasida rossiyalik hamkor bilan tashkil etilgan korxonada 80 dan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Birgina o'tgan yilda 176 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lib, 2,6 million dollarlik mahsulot eksport qilingan. 14,7 million dollarlik mahsulot import o'rnini bosdi. Bugungi kunga qadar korxona mahsulotlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'oniston kabi qo'shni davlatlarga eksport qilinmoqda. Korxona kelgusida mahsulotlarining hajmini 294 milliard so'mga yetkazishni maqsad qilgan. Davlatimiz rahbari bu kabi ishlab chiqarishlar mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan dasturlarimiz davomida tanishtirib boramiz.